do'stlar, bugun sizlarga men o'rgatadigan narsam bu Minecraft launcherda shader va mod o'rnatishni hech kim bilmaydi, chunki Minecraftda launcherda unaqa narsa yo'q. Masalan, mana Windowslar qilib turib, appdan yoqib, maydan mods degan papkaga tashlaysizlar dedi-ku, unda sizlarda chiqmaydi o'sha. Ular launcherda haqiqiy Minecraftda aytishadi. Birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib mana bu yerdan creative version degan narsa bor. Bu yerga tanlab makonni masalan Minecraftga model o'rnatish. Ana, create bosasizlar. Akalar. Xohlagan versiyadan tanlab olasizlar. Menga 1.20.11 yaxshi. Chek tutasizlar. Mana. Bo'ldi. Bitta mana mods degan joydan xohlagan modlarni tanlab olasizlar. Masalan, menga mana jonni ko'rsatib turadigan mod kerak. Va bunaqa kerak. Va endi shader o'rnatish bu juda qiyin masala. Lekin kompyuterlarning kuchsiz bo'lsa ko'tara olmaysiz. Ko'proq maslahatim sizlarga mana shader o'rnating. Mana install bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Modda ham install degan joyi bor. Mana ikkovini bosmanglar. Bular o'rnatilmaydi. Install bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Maza qilib ishlab yurasiz. Mapsda. Birorta shaharda, masalan, One Blockda, Lucky Blockda, masalan, Lucky Sky Blockda o'ynaganingizda mana shaharlar bor vatda. Haqiqiy Lucky Block qaysi vatda aytaymi sizlarga? Vatda haqiqiy Lucky Block mana One Block 1.21.11 Month eng haqiqiysi mana bu Lucky Chunk. Sizlar qilib xohlaganlaringizni tanlab olasizlar. Mana yana One Block Maps xarita. Batga e'tibor bermaysizlar, batda uncha ko'p narsa emas. Men aytdim, yorug'lik qo'llaringni ushlab tursalaring ham yorug' bo'laveradi. Masalan, buni belgilab qo'yishlar mumkin. Masalan, yoqarganlar belgilaysizlar. Va enter game ni bosasizlar, chek tutasizlar. Mana o'rnatiladi shu qilgan ishlaring. O'rnatilgandan keyin zo'r bo'ladi. Ekan mana bunda oyna chiqadi. O'rnatiladi vatda. O'rnatib olganimdan keyin o'zim aytaman. O'rnatib olsinda dahshat. O'sha o'rnatgan shaderlaring hamma turadi, hamma narsa ishda. Ko'rsatib olgandan keyin shunaqa oyna chiqadi. Mana One Block, Lucky Sky Block, One Block original. Yangi dunyo yaratamiz. Buni aytib qo'ying. Qishloqda o'zlaring qurasizlar. Bunda o'zini qishlog'i bo'lmaydi. Hakim istarda chiqadi. Manda chiqmagan bo'ldi. Chiqtamiz. Endi chiqatishim mumkin. Oma shader o'rnamaganman. Chiqatib bo'ldi. Kantorim uncha
shader bilan o'ynamaganman-da, bo'lmasa o'zi o'rganib ketardi. Kutib turaylik, do'llanar. Kutaylik. Mana do'stlar, kirib oldik. Ko'patdan mola to'g'lab qo'yish kerak. 32 chang, 12 pastroq. Nesa pro. Mana shader. Ishonmasangiz suvga qaraydi. Mana ovozi. Chiqatyapti endi. Mana hali jonni ko'rsatib qo'yadigan mod. Boshqa modlarni ham ko'rsataman. Mana boshqa qo'shilgan mana. Mana stol. Javon. Sizga xohlagan narsalarni qo'yishingiz mumkin. Mana stul. Mana qo'yilyapti. O'tirib turib kam turib chaqqatyapti, endi e'tibor bermaysizlar. O'tirib o'ynarasizlar. O'sha qishloq qurib olasizlar o'zlaringni. Yana boshqa ko'rsataman qanday qilib qurishni boshqa videoda. Buguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bunday oyna chiqadi. O'rnatiladi albatta. O'rnatganimdan keyin o'zim aytaman. O'rnatib olsin-da. Dahshat. O'sha o'rnatgan shaderlaring hamma turadi, hamma narsa ishda. O'rnatib olgandan keyin shunaqa oyna chiqadi. Mana. One block, Lucky Skyblock, One block original. Yangi dunyo yaratamiz. Buni aytib qo'ying. Qishloqda o'zlaring qurasizlar. Unda o'zini qishlog'i bo'lmaydi. Har kim istarda chiqadi. Manda chiqmagan bo'ladi. Chiqtamiz. Endi chiqatishim mumkin. O'ma shader o'rnamaganman. Chiqatib bo'ldi. Kantorim uncha kuchsiz bas edi-yu, lekin bilmadim.
Shader bilan o'ynamaganman-da, bo'lmasa o'zi o'rganib ketardi. Kutib turaylik, do'llanar. Kutaylik. Mana do'stlar, kirib oldik. Albattan mola to'g'lab qo'yish kerak. 32 chang, 12 pastroq. Nesa pro. Mana shader. Ishonmasangiz suvga qaraydi. Mana ovozi ham. Qatyapti endi. Mana hali jonni ko'rsatib qo'yadigan mod. Boshqa modlarni ham ko'rsataman. Mana boshqa qo'shilgan mana. Mana star javon. Ana sizga xohlagan narsalarni qo'yishingiz mumkin. Mana stul. Ana qo'yilyapti. O'tirib turib kam turib chaqqatyapti, endi e'tibor bermaysizlar. Ana qilib o'tirib o'ynarasizlar. O'sha qishloq qurib olasizlar o'zlaringni. Yana boshqa ko'rsataman qanday qilib qurishni boshqa videoda. Buguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.